Har yili xalqimiz intiqlik bilan kutadigan milliy qadriyatlarimiz, urf-odatlarimizni o'zida mujassam etgan Navro'z bayrami yurtimiz bo'ylab keng nishonlanmoqda. Yangilanish, yasharish, mehr, oqibat va hamjihatlik timsoli bo'lmish ushbu ayyom azaldan insonlarga shodlik, iliqlik va ezgu niyatlar ulashib keladi. Ohangaron shahrida ham bu bayram katta tantana bilan kutib olindi. Tadbirni shahar hokimi o'z nutqi bilan ochib berdi. U o'z so'zida Navro'z nafaqat tabiatning uyg'onishi, balki inson qalbining ham yangilanishi, ezgulik va mehr-oqibatning mustahkamlanishiga xizmat qiluvchi bayram ekanligini alohida ta'kidladi. Shuningdek, shahar hokimi mamlakatimizda xalqimiz farovonligi va milliy qadriyatlarning rivojiga qaratilayotgan e'tiborga to'xtalib, bu borada amalga oshirilayotgan islohotlarni aytib o'tdi. Shundan so'ng shahar madaniyat bo'limi hamda musiqa va san'at maktabi jamoalari tomonidan tayyorlangan konsert dasturi namoyish etildi. San'atkorlar tomonidan ijro etilgan milliy kuy-qo'shiqlar barchaga yuqori kayfiyat ulashdi. Shuningdek, bayram tadbirlari doirasida hunarmandchilik yarmarkasi ham tashkil qilindi. Mahalliy ustalar tomonidan yaratilgan san'at asarlari, milliy buyumlar ko'pchilikning e'tiboriga sazovor bo'ldi.